Nonuchtali meniyuzga yana bir ajoyib retsept. Juda ham mazali, banalli mini pankekchalar. Xamir uchun idishga 2 dona tuxum, 1 osh qoshiq shakar, choy qoshiq uchida tuz, 35 gram erigan sariyog' va xona haroratidagi 200 gram qatiq qo'shib, hammasini aralashtiramiz. So'ng elakdan oliy navli turon unni o'tkazib, 1,5 choy qoshiqdan vanilin shakari hamda razrixli telni ham qo'shib olishimiz kerak bo'ladi. Xamirni qimoqlari ketgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Mana shunaqa quyuq ham emas, suyuq ham emas, o'rtacha konsistensiyadagi xamir bo'ladi. Endi bananlarni parre ko'rinishda to'g'rab, xamirga bulaymiz va past olovda qizib turgan tovada ikki tarafini pishirib olamiz. Pankeklar juda ham mazali, yumshoqqina chiqadi. Bolajonligi va banan yoqtiradiganlar uchun bu shirinlik manzur kelishi. Shirinligimizni rezavor meva va shokolad pastasi bilan dasturxonga tortsak, yanada chiroyli va mazali bo'ladi. Pankeklarimizni shirin choy yoki qahva bilan maza qilib iste'mol qilishimiz mumkin. Bu uchun men sevimli Good Day qahvasini damlab oldim. Good Day'ni yangi bir-biridan mazali 3 xil ta'mli qahvalarini siz ham tatib ko'ring. Retseptni yaqinlaringiz bilan bo'lishib, like va izoh qoldirishni unutmang. Keyingi videolarda g'oyibona ko'rishguncha, xayr.